Assalomu alaykum do'stlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Toshning egri saydiqalari degan maqol tamsillik chechakni anglaylik, ha? O'tgan zamonlarda bir dehqon bor ekan. Uning intayin hurun va beshan bir xotini bor ekan. Bu xotin doim yetib uxlash belali bo'ladi ekan. Hech ish bilan kori yo'q ekan. Dehqon oq ko'ngil sodda odam bo'lib, madikor ishlab, topqinni xotiniga akilib beradi ekan. Xotin bo'lsa, eri tepib bergan narsalarni bozib chechib, tugatganning sirtida erining uyda yo'q vaqtidan foydalanib, o'g'irlikcha tamoq etib yeb, eriga bir qacha oshmi qo'ymaydi ekan. Uning ustiga erini har kuni "Menga tuzi kiyim-kechak kelib bermiding?" deb tillaydi ekan. Gohida erini ko'chatlabmi ketadi ekan. Uy ichi va teshini oy yillar o'tib ketsa-mu supurishni yoqtirmaydi ekan. Uyning yamoq ishlari o'zining va erining qirqatlari yuyilmaydi ekan. Dehqon xotiniga ko'p qitim nasihat qilibdi, lekin xotin tuzatilmabdi. Aksicha texmi beshamlashib, eriga ko'p qitim esilib, jadal chiqaribdi. Dehqon bu ahvoldan g'azablanib, kunliki xotinni uradigan, tillaydigan bo'lganning sirtida uydan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi. Bu ahvolni ko'rgan xotin ahvolning chatoqligini tushunib, bir donishmand kishini tepib, u kishiga maslahat selib ko'rishni o'ylabdi-da, bir donishmand buvayni tepibdi. U donishmand buvayga mundoq iltijo qilibdi: "Mening erim birga kuyib qoldimi qandaq? Davomliq meni uradigan, tillaydigan bo'lib qoldi. Hatto uydan chiq, xitingni ol, 3 taloq qilaman deb turib oldi. Ajrashib ketay desam erimga chidamayman. Uning ustiga men bu yurtliq emas, urug' tuqqanlarimmi yo'q. Uy tutay desam hech qanday amal qila olmay qoldim. Siz shu erimni o'zimga amroq qilib bersangiz, meni bu tayoq to'qmoqdan xali qilib qo'ysangiz." Danishman bo'y uningga: "Bu oson ish. Siz xotirjam bo'lib, ati keling," debdi. Bu ayol nihoyatda xushal bo'ldi va atis yana danishman buvayni tepibdi. Buvay bilan salomlashib bo'lgandan keyin danishman buvay yanchiqidan o'rik ishkisidek bir toshni elib ayolga beribdi va siz bu toshni og'zingizga damliq so'ylab yuring. Tomoq yegandan boshqa chog'larda og'zingizda bo'lsin. Bu tosh og'zingizdan tushib ketsa chatoq bo'ladi juma. Boshqa kishilar gap so'rab qolsa-mu javob bermang. Uy ichida ish qilib qo'lingiz tinmasin. Birdamni bekor turmang. Bu tosh og'zingizda bo'lsa, eringiz sizni faqat urmaydi, debdi. Ayol bakmi xushal bo'ldi. U shu hamala toshni og'ziga selib oldi-da, uyga ketibdi. Degandek tomoq yegandan boshqa chog'da toshni og'zidan chiqarmabdi. Hamma ishda danishman buvayning degani bo'yicha ish qilibdi. Shuningdan buyon uy ichida jadal tugabdi. Xotinmi erining deganini qilibdi, qilma deganini qilmabdi. Aradan bir qancha yil o'tib ketibdi. Bular avvalgidan yaxshiroq turmush o'tkazishga boshlabdi. Xotin avvalgi g'ururligini, beshamligini tashlabdi. Aslida danishman kishi toshga duo o'qimagan, xotinning to'la gap qilishini tugatib, ishga kirishib ketish uchun shundoq amal qilgan ekan. O'maqlarim, egirlik rahmonlik, yenilik shaytonlik, toshning egri saydiqalar, xotin egri uyda qolar degan hikmatli so'zlar mana shuningdan qolgan ekan. Balalar qo'shqi padichi bala. Kala haydadim hoş hoş, chatga o'tim posh posh. At haydadim chuh chuh, pushquridi puh puh. Etim kush berdi, kalam sut berdi. Dadam xush bo'lib, chiq kamput berdi. O'maqlarim kesh bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldir uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga ma'ruf bo'lsin.